Deydilar, inson ulg'aygani sayin ota-onasini qadrini ko'proq bilarkan. Men esa yana bitta haqiqatni angladim. Opam ham ota uyini bir bo'lagi ekan. Siz turmushga chiqqan kuningiz faqat bitta qiz emas, meni bolaligim ham ota uyidan chiqib ketgandek bo'lgan edi. Uy o'sha uy, eshik ham o'sha eshik. Lekin siz yo'qligingizdan keyin hech narsa avvalgidek bo'lmadi. Biz atigi ikki qizmiz, shuning uchun men har safar sizni ko'rsam, go'yo bolaligimni ko'rgandek bo'laman. Har safar kulishingizni eshitsam, go'yo uyimiz yana eski ovoziga qaytgandek bo'ladi. Bugun tug'ilgan kuningiz. Men sizga boylik tilamayman, chunki boylik tugaydi. Men sizga faqat shularni tilayman. Alloh sizni ota-onamizni duosidan, turmush o'rtog'ingizning mehridan, singlingizni, ukalaringizni duolaridan hech qachon ayirmasin. Agar bir kun sochlarimiz oppoq bo'lib qolsa ham, bir-birimizni ko'rganimizda singlim, opam deb quchoqlashib yuraylik. Chunki bu dunyoda hamma narsa o'rnini topishi mumkin, lekin opa o'rnini hech kim bosa olmaydi. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin, opajonim. Siz bor ekansiz, meni bolaligim hamon tirik. Sizni yaxshi ko'raman.